Hammaga salom, sizlar bilan Artifakt va bugun biz TNT portlatamiz. Ha, esingizda bo'lsa, men Telegramda shunday konkurs o'tkazgandim. Konkurs deb ham bo'lmaydi-yu, ham mayli. Har bitta yulduzchaga o'ta TNT. Ko'raylikchi nechta bo'libdi? 537 ta. Bu juda ham ko'p. Bunchalik bo'lishini kutmagandim. Xo'sh, kichik bir matematik hisob-kitoblardan so'ng bilishimiz mumkin. Men bugun 5370 ta TNT portlatishim kerak. Ha, bu anchagina ko'p. Xo'sh, unda ishga kirishdik. Hazırlashyapman albatta. Bularni barini komanda bilan qilamiz. Yo'qsa 5000 tani qo'lda qo'yish haqiqiy dahshat. Shuning uchun biz komanda ishlatamiz. Yana aytib qo'yay, bu komanda faqat modlar bilan ishlaydi. Oddiy Minecraftda ishlamaydi. Xo'sh, men esa chatga hozirda o'zida set TNT deb yozsam, bari tayyor bo'ladi. La'nati, nega bu yerda 5400 ta? Hammayla to'g'rilaymiz. Xo'sh, endi qancha? 5900 ta. Mayli, ko'p bo'lsa, lekin kam bo'lmasin. Endi shunchaki hammasini portlatish qoldi. 5900 ta, salkam 6000 ta TNT. Umid qilamanki, kompyuteri portlab ketmaydi. Xo'sh, yondirgalkani olamiz. Mana bu va endi shunchaki buni portlatamiz. Va buni keyingi qismda qilamiz. 5000 ta laykdan so'ng hazillashyapman. Hozir qilamiz albatta. Xo'sh, qani yor yaramas TNT. Endi qochdik. Endi shunchaki tomosha qilamiz. Xo'sh, ana hozircha hech narsa qotmayapti, hammasi yaxshi ishlayapti. Va kompyuterim bemalol dosh berdi. Ha, 5000 ta unchalik ham ko'p emas. Lekin menda yana bitta g'oya bor. Endi bu video tagiga mana bu emotsiyadan qo'ying. Har bitta shunda stiker, bitta TNT degani. Ya'ni bu safar sizlar 10 mingta, hattoki 20 mingta ham qo'yishinglar mumkin. Chunki buni qo'yish mutlaqo tekin. Xo'sh, sizlar bilan xayrlashaman. Sog' omon bo'ling.